Ey birodarlar, bugungi kunda Falastin tuprog'ini egallab olgan kimsalar o'z ibodatxonalarini qayta tiklashga urinadilar. Qayta tiklangach, ular o'zining navbatdagi maqsadlari bo'lmuş buyuk Isroil sari harakat qiladilar. Bizda bunga doir muborak hadis bor. Unga ko'ra Baytul Maqdisning qurilishi Madinaning vayron bo'lishi bilan yakun topadi va Madinaning vayron bo'lishi oxir zamon janglarining boshlanishini anglatadi. Ey mu'minlar, Iso alayhissalom qachon qaytib keladilar? Oxir zamonda Isroil va Falastinning o'rni hamda ahamiyati qanday bo'ladi? Musulmonlarning Falastinga qayta kirishi haqida muqaddas bitiklarda nima deyilgan? Bugun biz yahudiylik, nasroniylik va islomda Isroil hamda Falastinning ahamiyati va oxir zamon ilmi haqida muhtaram ustoz Vahoj Tarim bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustoz Vahoj. One Piece Network bilan ikkinchi suhbatingizda yana biz bilan birga ekaningizdan sharaf tuydik. Ahvollaringiz qanday shayx? Va alaykum assalom. Alhamdulillah. Bu yerda ekanimdan baxtiyorman. Suhbatimizni boshlashdan oldin homiylarimizdan qisqa xabar. Agar siz musulmon bo'lsangiz va mablag'ingizga e'tiborli bo'lsangiz, buni hoziroq yuklab oling. Halol pul ilovasi. Juda ajoyib ishlangan va foydalanishga qulay moliyaviy ilova bo'lib, hisob ochish, pul kiritish va kundalik xarajatlaringiz uchun Visa kartasi orqali to'lov qilish imkonini beradi. Sizning pulingizni sudxo'rlik va harom ishlarga sarflaydigan banklar qo'lidan yiroqda tuting. Hoziroq yuklab oling. Suhbatimizga qaytamiz. Ustoz Vahoj, biz bu mavzuda taqdim etgan oxirgi suhbatimiz eng ko'p ko'rilgan dasturlardan biri bo'ldi. Bu ko'plab tomoshabinlarimiz uchun kashfiyot bo'ldi. Xo'sh, ko'pchilikni hayratga solgan qizil sigir qurbonligi haqida yangiliklar bormi? O'ylashimcha hamma hali ham buni kutyapti. Buni amalga oshirmoqchi bo'lganlar hamon qulay fursat kutishmoqda. Hozir ayni vaqti emas. Chunki tashqi tomondan bu yaxshi ko'rinmaydi. Bu sodir bo'ldimi? Odamlar orasida bu allaqachon ro'y bergani haqida mishmishlar eshitdim. Men bexabarman. Xabarim yo'q. Bilmadim, inshaalloh. Shunday qilib, shayx, biz hozir asosiy suhbatimizga o'tamiz. Lekin undan oldin tomoshabinlarimiz suhbat davomida ko'p uchraydigan ba'zi muhim atamalar bilan tanishib olishlari zarur deb o'ylayman. Ya'ni biz Masih, Dajjal va ehtimol Mahdi haqida so'z yuritamiz. Bu uchta muhim atama. Tomoshabinlarimizga ularning ma'nosini qisqacha tushuntirib bersangiz. Masih kim o'zi? Dajjal kim va Mahdi kim? Who is the Antichrist and who is the Mahdi? Masih so'zi lug'atda moy surtilgan degan ma'noni anglatadi. Qadim zamonlarda kishi biror mansabga tayinlansa, unga xushbo'y moy surtishar edi. Bu sening vazifang, uning mas'uliyati nechog'lik jiddiy ekanini va bu ishda to o'lguningga qadar qolishingni bildirish uchun shunday qilingan. Moy surtish amaliyoti shunday edi. Tarixda ham buni ko'rasiz. Qadimgi arab urushlarida ham ko'rishingiz mumkin. Ular xushbo'y moy keltirib qo'llariga surtar yoki qo'llariga botirib sadoqat qasamyodini ichishar edi. Chunki moy va uning hidi uzoq vaqt saqlanib qoladi. Bu sadoqat qisqa muddatli emasligini va unga doimiy sodiq qolish kerakligini eslatib turardi. Demak, Masih Allohga xizmat qilish va o'z qavmini boshqarish uchun payg'ambarlik maqomiga tayinlangan zotdir. Mana shu Masihdir. Biz Masihiy Dajjal deganimizda Dajjal so'zi soxta ma'nosini bildiradi. Masihiy Dajjal esa soxta Masih, ya'ni soxta tanlangan kimsani yoki yolg'onchi zotni anglatadi. Boshqa ba'zi e'tiqod vakillari kabi biz ham oxir zamonda soxta Masih kelishiga iymon keltiramiz. Ular uni Dajjal deb ataydilar. Shuning uchun ham u Masihiy Dajjaldir. Mahdiga kelsak, u hidoyat topgan va to'g'ri yo'ldagi zotdir. U bizga oxir zamonda kelishi va'da qilingan insondir. U haqida ko'plab hadislar mavjud. Ulardan 4tasi sahihdir.
Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Agar qiyomatga faqat bir kun qolsa ham, Alloh o'sha kunni uzaytirib qo'yadi. To mening avlodimdan bo'lgan, ismi mening ismimdek Muhammad bo'lgan bir zot hokimiyatga kelmagunicha va uning otasining ismi mening otamning ismidek Abdulloh bo'ladi. U zot yerni zulm va nohaqlikka to'lganidek adolatga to'ldiradi. Mana shu zot Mahdidir. Biz va boshqalar ham intiqlik bilan kutayotgan hidoyatdagi buyuk zotdir. Ya'ni nasroniylar, yahudiylar va albatta islom ahlining kutilmasi shudir. Ustoz, siz Masih tanlangan zot ekanini va yana soxta Masih ham borligini aytdingiz. Haqiqiy Masih deganda Isoni nazarda tutamiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Chunki Qur'oni Karimda aniq aytilganki, albatta Masih Maryam o'g'li Isodir. Demak, Iso alayhissalom o'sha kutilgan Masihdir. U kelgan va oxir zamonda yana qaytib kelishi ishonchli hadislarda sobit bo'lgan. Bu yerda boshqa e'tiqod egalarining qarashlarini ham tushuntirib o'tish ayni muddaodir. Uchta tavhidiy va ibrohimiy dinlarning barchasi Masihning qaytishini kutmoqda. Yahudiylarning e'tiqodida esa bu uning birinchi bor kelishi hisoblanadi. Xudodan bu mavzuga kirishim xatarli bo'lmasligini so'rayman. Ha, albatta. Yahudiylar Masih hali kelmadi deb hisoblashadi. To'g'ri, chunki Iso alayhissalom ular uchun xuddi shunday. Iso alayhissalom kelganlarida ular uning haqiqatini ko'ra bilmadilar va uni qabul qilishdan bosh tortdilar. Shunday qilib, ular uning haqiqiy Masih ekanini inkor qilib, hamon chinakam Masihning kelishini kutmoqdalar. Bunga shuncha yillar o'tganining sababi sifatida biz hali ham uni qabul qilishga tayyor emasmiz deya bahona keltiradilar. Unda uni qabul qilishga qanday tayyorgarlik ko'rmoqdalar? Qachonki Isroil xalqi o'z diniga qaytsa, uni kutib olishga yetarli kuch topsa va ibodatxona qayta qurilsa deyishadi. Bu xuddi o'sha mashhur qizil sigir voqeasining tafsilotlariga o'xshab ketadi. Va u kelganda faqatgina hozirgi Isroil chegaralarida emas, balki Frot daryosidan to Nilgacha bo'lgan butun dunyoga hukmronlik qiluvchi Injil Isroilida hukmronlik qiladi deb ishonishadi. Mana shular ularning orzusi. Ayni paytda evangelist nasroniylar ham Masih borasida o'zlarining bashoratlariga ishonadilar. Biz ularning shiorlarini har yerda ko'ramiz. Iso qaytadi. Xuddi shunday. Va bu ular uchun katta kuch-quvvat manbai, chunki Masihning yerga qaytishi ulkan hodisadir. Ularning ham ishonchi shuki, avval Sulaymon ibodatxonasi qurilishi shart. Demak, ularda mushtarak e'tiqod bor. Ha, bu ko'proq manfaatlarning o'zaro to'qnashishiga o'xshaydi. Demak, ibodatxona quriladi va u qurilganida soxta Masih, Dajjal, ibodatxonaga kelib, o'z sanamini u yerga o'rnatadi va odamlarni o'ziga sig'inishga chaqiradi. Evangelist nasroniylar e'tiqodida aynan shu ibodatxona Masih kelishidan oldin qurilishi shart.
Aynan shu sababli ham AQShdagi nasroniylar sionistlarni shunchalik qo'llab-quvvatlaydi. Ularning ishonchiga ko'ra, Antixrist, ya'ni Dajjol kelib, Xudoman deganda, mo'minlar osmonga qo'llarini cho'zib, nolalar ila yordam so'raydilar. O'sha zayl chinakam Masih bo'lmish Iso alayhissalom qaytadilar. Iso alayhissalom yerga tushadi. Demak, bu holatda biroz istehzo bor. Bu ikkala tomon ham bir-biridan o'z niyatiga yetish uchun foydalanayotgandek. Ya'ni Yahudi amakivachchalarimiz kutayotgan Masih xristianlarning tasavvuridagi Dajjolga o'xshab qolmoqda. Musulmonlarning ham o'z yo'nalishi bor, albatta. Shuni aytishim lozimki, yuqoridagilarning bashoratlari biroz mujmal, go'yo ba'zi g'oyalar to'qima o'xshatishlar orqali kirib qolgandek. Endi islomiy bashoratlarga e'tibor qaratsak, buni musulmon bo'lganim uchun aytayotganim yo'q. Bu bashoratlar nihoyatda mufassal va ularda noaniqlikka o'rin yo'q. Biz ham Iso alayhissalom qaytib kelishlariga ishonamiz. And we've got specific details with regards to it. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, Muhammad sallallohu alayhi vasallam zikr qilganlaridek, Maryamning o'g'li Iso alayhissalom qaytib tushadi. Jesus, the son of Mary, will come covered in two beige garbs. Bunda aniq ishoralar bor. Ikki sariq libos kiygan holda, qo'llarini ikki farishtaning qanotlariga qo'ygan holda Damashqning sharqiy tomonidagi oq minora yoniga tushadilar. Damashqning sharqiy tomonidagi oq minora yonigami? Xuddi shunday. Subhanalloh. Muhammad sallallohu alayhi va sallam buni aytgan vaqtlarida u yerda hech qanday minora yo'q edi. Islom hali Suriyaga qadar tarqalmagandi. Ammo bashorat qilinganidek, u yerda masjid qurildi va hozir o'sha oq minora ham bor. Biz Iso alayhissalom o'sha yerga tushishlariga ishonamiz.